Assalomu alaykum aziz obunachilar. Birga pishiramiz loyihamizni YouTube kanali uchun birinchi videomizni olyapmiz. Bugun loyihamizda jaydari uyda tandirda somsa pishirib ko'rsatib beramiz. Bu o'ylaymanki hammaga qiziqarli bo'ladi va manfaatli bo'ladi. Somsa uchun birinchi qiladigan harakatimiz xamir tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oliy navli sifatlik un, tuxum, sariyog', tuz va suv. Namakob tayyorlab olamiz. Xamirimiz uchun qattiqroq, yaxshi ishlangan xamir tayyorlab olishimiz kerak, chunki bu somsani tandirda tayyorlaymiz. Namakob suv tayyorlab olamiz xamir qorish uchun. Sariyog' va tuxumni yaxshilab namakob bilan avval aralashtiramiz. Keyin un solib xamir qorish jarayonini boshlaymiz. Bismillah. %200 300 gram atrofida namakob suv qo'yamiz. Un solib qattiq xamir qorib olamiz. Asta sekinlik bilan xamirimizni aralashtiramiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib ketish kerak. Xamirimiz shu holatda qorish jarayoni shu holatda bo'lishi kerak. Ichidagi suvlari, yog'lari bilan unlarimiz birikib ketishi kerak. Shunda somsani xamiri ideal chiqadi va tandirga yopgan jarayonda teshilib ichidagi suvlari oqib ketmaydi. Xamirimizni mana ikkinchi bosqichiga keldik. Kroshka holatiga keldi. Asta sekinlik bilan oz-ozdan suv qo'shib xamirga ishlov berishda davom etamiz. Dadajon, suv quyib beraymi? Ha, suv quyamiz. Endi oz-ozdan suv quyamiz, aralashtirishda davom etamiz xamirni. Bo'ladi. Bugun xudo xolasa ajoyib bo'lgan qarsillama somsa yeymiz. Obunachilarga ham tavsiya qilamizmi? Somsa pishirib yeyishni uyda. Tavsiya qilamiz. Mana xamirimiz shu ko'rinishga keldi. 20 minutga strech bilan yopib qo'yamiz. Tinishi uchun tingandan keyin yana bir qator ishlov beramiz xamirga. Xamirimizni tindirishga olib qo'ydik. Endi ikki xil uslubda qiyma tayyorlab olamiz. Tovuqlik va mol go'shilik qiyma tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mol go'shi, tovuq filesi, kartoshka, piyoz.
yog'siz go'shtlarimizni to'rtburchak shaklda maydalab olamiz. Biz buning ichiga o'simlik yog' quyamiz. Sabab hamma tabga ko'ra tayyorlasa bo'ladi. Dietadagilar uchun ko'proq ichlariga biz yog' solmayapmiz, faqat o'simlik yog'idan foydalanamiz. Bolalarga yoqtirmasligi mumkin bu narsani. Mol yog'i, qo'y yog'i zararli tomonlari ham bor bu narsani. Somsaga iloji boricha selligroq go'shtlar ishlatgan ma'qulroq. Bo'yin go'shti, qovurg'adan ajragan go'shtlar, qo'ldan tayyorlanayotgan go'sht mahsulotlari sondan bo'ladi. Sondan faqat quruqroq chiqadi bu narsa. Ko'proq suvliroq, selliroq bo'lishi uchun qatlamlarida yog'lari bor go'shtlar ishlatgan. Go'shtidan tayyorlangan qiymamiz tayyor. Endi bolalar uchun tovuq go'shtidan qiyma tayyorlab olamiz. Buning uchun kartoshka, piyoz, tovuq filesi kerak bo'ladi. Mazza qilib somsa yeymiz hozir. To'g'ri, To'g'rijon. Boshladikmi? Dadajon, bunday qobiliyatlarni qayerda o'rgangansiz? Yoshligimdan qiziqish bo'lgan bu narsaga. Chunki otam, amakilarim shu soha egalari. Shulardan o'rganib, qiziqib o'rganganman. Aslida bu asosiy soham boshqa sohada, lekin oshpazlik sohasiga qiziqaman. Men uchun bu narsa hobbi bo'lgan. Shuning uchun shu kontentlarni ustida ish olib boramiz har doim. Senga ham tavsiya qilaman bu narsani o'rganish uchun. O'g'il bolaga hamisha kerak bo'ladi. Har joyda bu narsa. Restorator bo'lish uchun birinchi qadam bo'lishi mumkin senga. Restorator deganda nima tushunasan? Restoranlar, to'g'rimi? Restoranlarda chef povur bo'lib ishlash mumkin. Taqdir taqozosi bilan o'zim ham Moskvada ishlaganman, restoranda ko'rganman, ko'p narsalar o'rganganman u joyda. Shunga senga ham tavsiya qilaman. Bu hunarni yaxshilab chuqur o'rganib, kerakli bilimlarni olib, shu soha bo'yicha kelajakda restoranlarda faoliyat olib borsang bo'ladi. Uyda bor mahsulotlardan oshqovoqdan ham qaror qildik somsa tayyorlashga. Xonadonda, uyingizda bor narsalardan bozorga borib narsa xarid qilib olish shart emas. Polisekinlari deyarli hammaning uyida bo'ladi. Oshqovoq mavsumiy polisekini juda ham foydali organizm uchun. Shuning uchun oshqovoqdan ham somsa tayyorlashga qaror qildik. Xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Qiymalarimizni ham tayyorlab oldik. 3 xil uslubda: go'shtlik, oshqovoqlik va tovuqlik. Endi xamirimizni olib 30-40 gram atrofida zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Dadajon, o'ylab ko'ring, nechta chiqadi xamirdan? Bu xamirimizdan 100
100 ga yaqin zuvala chiqadi. Biz oshig'i bilan qildik bu narsani. Bu narsa zararli emas. Muzlatgichda saqlasak bo'ladi. Albatta tandirda yopilmasa ham, keyingi safargi nimasida tayyorlash jarayonida duxovkada, pechda tayyorlasa ham ishlatsa bo'ladigan darajada saqlanadi bu xamirimiz. Juda ham yaxshi tayyorlangan bu xamir. Dadajon, endi nima qilib turay? Endi sen uni olib kelsang, zuvalachalarimizni tayyorlaymiz. Tindirishga qo'yamiz yana. Ungacha qiymalarimizni, tuz, ziravorlarini berib, tugish jarayoniga o'tamiz. Zuvalachalarimizni shu ko'rinishga keltirib, tindirishga olib qo'yamiz un sepib. Yoyilishda oson bo'lishi uchun. Qiymalarimizni tuz, zira, murchlar bilan marinovka qilib qo'ydik. Tayyor bo'ldi. Zuvalachalarimiz tayyor, tingan. Endi asta-sekinlik bilan yoyib chiqamiz, tugish jarayonlariga o'tamiz. Shu o'rinda tavsiya, xamirni faqat chetki qismlarini yoyamiz. Hamma yo'g'imiz tayyor. Qiymalarimiz, xamirlarimiz tayyor. Endi tugish jarayonlariga o'tamiz. Xamirlarimizni tugib, chiroyli qilib, 3 xil uslubda tandirga yopamiz. Dadajon, menga ham tugishni o'rgatasizmi? Ha, o'rgataman. Faqat bugun bas. Bugun boshlanishi. Faqat ko'rib o'rgansang bo'ladi hozir. Dadajon, sizni ustozingiz kim bo'lgan? Meni ustozim dadam bo'lgan. Yana savol bormi? Necha yoshida somsa tugishni o'rgangansiz? Necha yoshimda? Somsa tugishni 13-14 yoshimda o'rganganman. Osh qilishni-chi? Osh qilishni, mustaqil osh tayyorlashni 15 yoshda boshlaganman. Choyxonada odamlarga osh tayyorlab berganman. Hop, mana tandirimiz tayyor. Cho'g'larini to'plab yopish jarayonlarini boshlasak ham bo'ladi. Chekkasida, tandir chekkasida cho'g'lar umuman qolish kerak emas. Somsa yopilganda kuydirib qo'yishi mumkin. Tayyor somsalarni yopishni boshlaymiz. Bismillah. Tandirda yaxshilab qizitib olishimiz kerak. Somsalarimiz bir tekis
yopishib, yaxshi pishishi uchun yaxshi qizdirilmagan tandirda somsalar tushib ketishi mumkin. Shunisiga e'tiborliroq bo'lamiz. Yaxshiroq yopishtirish kerak. Somsalar tushib ketmasligi kerak bunda. Ortgan xamirlarimizdan quruq kulchalar qildik, bularni ham yopib olamiz. Tandirdagi o'tni o'chiramiz, yaxshilab. Somsamiz yopdik, dimlab qo'ydik. 20 daqiqa shu holatda turadi. 20 daqiqadan keyin ochib, qizartirib pishiramiz. Sekin tandirda ochib, somsalarni qizartirishni boshlaymiz. Somsalarni qizartirishni boshlaymiz. Tayyor somsalarni mana endi sekin uzib olamiz. Aziz obunachilar, mana somsalar tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Suvlik, juda ham mazalik.